Sizga shunday retsept kerakmi? Unda bu retsept aynan siz uchun. Idishimizga xona haroratida eritilgan margarin, saharli pudra, tuz solib mikser qilib olamiz. Mikserni to'xtatmasdan tuxumni bitta-bitta solib, yaxshilab mikser qilib, ustidan elangan un, razlik litr solib, xamir qorib olamiz. Xamirni teng ikkiga bo'lib olamiz va bittasiga kakao qo'shib, xamir qorishni davom etamiz. Tayyor bo'lgach, stolning ustiga un sepib, oq xamirni qo'yib, videoda ko'rsatilgandek qilib, yupqalikda yoyib olamiz. Va qora xamirni ham xuddi shu ko'rinishda yoyib ustiga qo'yib, zich qilib tortib o'rab olamiz. Va ruletlarimizni bir barmoq oralig'ida kesib olamiz. Hammasini pergamentli listga joylab, 160 gradusda 20-25 minut oralig'ida pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha!